Do'stlar, videomiz boshidan birinchi o'rinda mana shu tunika fon ishimizni sifatlarini ko'rsatib beramiz. Keyin esa narxlarini aytib beramiz. Ko'rib tursa, bu xonadonimizning kirosh qismi, oldi cherdak qismini mana shunday figurada tunika fonlar o'rab berilgan. Oldi qismiga jalyuzilar qatirilgan, pastdan qaraganda juda ham chiroyli chiqqan. Tepa tomondan ko'ringan do'stlar, o'rtasida 2 sm joylari bor. Tomda havo aylanish uchun uni ham yo'lni qilib ketilgan. Yonbosh qismlarni ko'rib tursa, tunika fonlarimiz burilib tepa tomonga juda ham ideal o'tib ketilgan. Bu burchakni ham ko'rib tursa, juda ham chotki qilib keltirib qo'ygan. Bu yerda usta Sahin akamiz tunika fon ishlarini amalga oshirmoqda. Xudo xolasa, mana shu burchakda mana shu kranimizni qo'ysa, o'z yakuniga yetadi. Keyin bu tomonda tarnovlar ishlar qoladi. Ishini ko'rib tursa, juda ham sifatli chiqqan. Usta akamizning mehnatini qadrlagan holda poddesh qilish uchun mana shu videomizga birdan like bosib, usta sayfidan omad deb kelsanglar, akamiz albatta videoni ko'radi, kommentarlar o'qiydi. Akamiz yana ham g'ayrat, shijoat qo'shiladi degan umiddaman do'stlar. Sizlarga ham agar malol kelmasa, videomizga like bosib qo'ying do'stlar. Endi ko'rib tursa, bu xonamizni diplomat fasonda qilingan. Burchaklarni ko'rib tursa, juda ham ideal, maksimal darajada qo'ldan kelgancha harakat qilib, chotki qilib terib qo'ygan. Ko'pincha ko'rib turibsizlar, tunika fonga bilis tushganda valnasi ko'rinib qoladi, lekin maksimum bu tomon burchaklarda sal biliskilar tushib turibdi, ya'ni biliski tushganda tunika fonni valnalarini ko'rinish ehtimoli ko'p bo'ladi. Unda hech qanaqa valna bergan joylari yo'q. Uzun bo'lgani uchun ham juda ham chiroyli bo'lib chiqqan. Bu ustunimiz tepa tomonlarini ham tunika fonlar o'rab, yonboshlarigacha tunika fonni maksimal darajada ideal qilib terib qo'yilgan. Bu tomonda hali tarnovlarimiz qatirgani yo'q. Endi peshona tomoniga tarnovlar qatirsa, xudo xohlasa tunika fonlarimiz o'z yakuniga yetadi. Tunika fonimizning 1 kvadrat metrini barcha rasodlar ichida lesa, reyka, samarez, ustunovka yetkazib kelishi bilan 140 ming so'mdan 1 kvadrat metrini qilib beryapmiz do'stlar. Uy egalariga faqatgina ustakalarimizga bir mahal obed yozganda sovuq choy damlab bersa bo'ldi do'stlar. Tarnovimizning 1 metrni mana shunday chokis tarnovlar bo'ladi. Shuni 1 metrni hamma o'chida 70 ming so'mdan o'rnatib beramiz do'stlar. Bizning xizmatlarimiz hozircha vodiy bo'ylab bo'lyapti. O'zimizning adresimiz Andijon viloyati Asaka tumanida joylashgan do'stlar. Qimmatbaho vaqtinglarni ayirmasdan videorolikimizni oxirigacha kuzatib borganingiz uchun kattakon rahmat. Inshaalloh keyingi xonadon sizlarga kam bo'lishi mumkin do'stlar.